Sizlar so'raganinglardan olib kelib qo'ydik-ku. Haqiqiy operativniy turgan nomer joy-joyida. Bitta lob yetishmayapti. Malibu sotuvda 2022-yil haqiqiy premier bu, premier. 22-23 deb o'tirmaymiz, buni 23 bo'lmaydi hech qachon. 22si bo'ladi. 4 ta yaxshi oyog'ida Nexon 7000 talik balon. 10 oy, 11 oy atrofida razresheni. Mashina idealniy sostoyanida, qiriq-siriq ayblari yo'q. Mana shu kaprizni okalar uchun mana shu mashina. Mana qirilgani yo'qmi deb so'raganlar uchun. Mana bu haqiqiy Malibu Premierda. Original mana bunaqa bo'ladi, matviy bo'ladi, matviy. Mashinani mo'yka qilib, tayyor qilib olib kelib qo'ygan, zapaskalari tushmagan. Xudo xolasa atseklari zo'r holatda turibdi. Kecha probeglarni tekshirib olib qoldi. Inshaalloh olgan odam baraka topadi. O'zimning nomimda liboy joyga olib borib, proverka qilsanglar ham bo'ladi. Mana mashina ham bunaqa. Atseklari, qiriq-siriqlari joy-joyida yo'q. Probeglari 24640 kilometr bo'lgan. Mana haqiqiy premier. Mana. Xudo xolasa olgan odam maza qilib minadi. Bitta tonirovka oldin lopi urib olsanglar bo'ldi. Hammasi cho'tki bo'ladi. Nomeri prosta zo'rdan taqib olsanglar maza qilib minadigan mashina bo'lgan lekin. Mashina zo'r holatda. Narxini 30600 deb belgiladik. Xudo xolasa inshaalloh zo'r narxda qo'yamiz. Bosib boringlar, akalar.